Shaharning markazi, aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, Pavorot Zafar restorani orqasidagi, demak, 8 qavatli Navasar akamizning 7-qavatida sotuvga tushayotgan shinamgina xonadonimizdan chiroyli uyni sizni e'tiboringizga havola etamiz. 7-qavat 3 xonadan iborat bo'lgan 74 kvadrat metrni o'z ichiga olgan xonadonimiz. Mehmonxonani guvohi bo'ldingiz, endi oshxonani jarayon sifatida sizga taqdim etyapmiz. Holati juda ham yaxshi, yangi ta'mirdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Xonadonimiz xonalari radiator bilan isitiladi. Qolgan joylar, demak, yo'lagimiz, sanuzellarimiz to'pli pol qilingan. Ko'rishingiz mumkin, ishoning, juda ham chiroyli bolalar yotoqxonasini taqdim etgan. Mana shu go'zallikni yaratgan xonadon egalariga albatta o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Endigi jarayonimiz yotoqxonaga mana bu go'zallikni qarang, qanaqa shinagina qilib, chiroyli qilib taqdim etishgan. Agar bu xonadonni kim xarid qilsa ham ishoning baraka topadi, sababi juda ham chiroyli. Darvoqe, balkoni bo'lsin degan xonadonlarimiz uchun ayni balkonchasiga ega xonadonimiz. Детский plashatkasi, parkovkalari bor, kadastri chiqqan, xat hujjatlari joyida bo'lgan shaharning markazidan 3 xonali xonadonni e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Qo'l uchida emas, yaxshigina sifatli qilib ta'mirlangan. Ishonavering, ichida yurganimiz uchun biz ham ancha-muncha ta'mirning farqiga borib qoldik, kasbimiz tufayli. Shuning uchun bemalol ayta olaman, sifatli va yaxshigina ta'mirlangan. Albatta, mana shu uchun sizning nomingizdan xonadon egalariga albatta o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Mana shu qulaylik va shinamlikka xonadon egalari, demak, $78,900 baholashda albatta savdosi bor. Pastdagi raqamlarga murojaat qilib, yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Yaxshisini sizga ilindik. Samira Bonu, hurmat bilan.